Yo'q, men baribir yeyman marojni. Voy bo'ldi, qil qanaqa marojni qaysi pulimga olib beraman, ha? Uyning usul kiritadigan vaqtida alimentni berganda edi, olib berardim xohlaganim. Bolajonim. Yo'q, men baribir marojni yeyman. Kene. Nima qilyapsizlar, qarayani ovolingizga. Ham chochopat bu bola. O'tda. Shamol, navdani egar. Yuragim. Ya, marojni olaylik. Pulimiz yo'qmi, bolam? Shishang tugadimi? Tugadi-da. Dadang Rossiyadan katta pul bilan kelsin. O'shanda o'zim senga marojna beraman. Tag'in xafa bo'lmagin-a, bolam. Bora qolinglar. Vaqt kerak. Shisha yo'qmi? Yo'q. Mayli sizga. Yo'q, bolam. Sen o'zing ye, yaxshi ko'rasan-ku Yo'q, marojni. sizga. Sen o'zing yemaysanmi? Yo'q. Bola. Yaxshi. Sen o'zing ye. Shisha yo'qmi? Ol. Rahmat. Oldingilar boshqacha edi. Qanaqa oldingilar, aka? O'sha qo'lingizdagi eng zo'r og'zi. Anjam marojni. Oldingi odamlar boshqacha edi. Muzqaymoqlar o'rtacha bo'lsa ham. Hozir muzqaymoqlar zo'r. Lekin odamlar rasvo bo'lib ketyapti. Menimcha shafqatsiz bo'lmasanglar, bu bola shunchaki muzqaymoq yeyishni xohladi xolos. Nima bo'lam? Mana pulni olganda bu yerga kiradigan farosatsiz va pulsiz onalarning bolalariga muzqaymoq berasan. Oldingilar boshqa chief.